Karta ochib, undan xaridlar qilish orqali 30 ming so'm olish uchun TBC.uz ilovasi Play Marketdan yuklanadi. Yuklab olingandan so'ng ro'yxatdan o'tib verifikatsiya qilinadi va ilova ichiga kirilib, eng pastki qismida TBC do'stlar menyusiga o'tiladi va bu yerda kodni kiriting menyusiga o'tib, ekranda ko'rib turilgan kod kiritiladi. Kod kiritilgandan so'ng pastda karta oling menyusi ochiladi va ushbu karta zakaz qilinadi. Agar sizda azaldan Salom kart Humo kartasi mavjud bo'lgan bo'lsa, ushbu kartani bemalol Salom kart vizaga o'zgartirishingiz mumkin. Bu kartaning qulayliklari bir qancha: karta balansiga yillik 12% pul to'lash va bepul o'tkazmalar. Siz 100 million o'tkazasizmi? Uni farqi yo'q. Uzkart va Humolarga bepul o'tkazmalar mavjud. Kartani qo'lga olganingizdan so'ng ushbu kartadan bir oy davomida 300 ming so'm rasxod qilish kerak bo'ladi. Shunda sizga 30 ming so'm to'lab beriladi.